Bundan 8 yil muqaddam 2018-yilning 18-yanvar kuni o'zbekistonliklarni olib Rossiyaga ketayotgan avtobus Qozog'istonning Aqto'be viloyati hududida yonib ketgan edi. Fojia oqibatida avtobus salonida bo'lgan 57 kishidan 52 nafari halok bo'ldi. Bu dahshatli voqea ko'pchilikning yodidan chiqmagan bo'lsa kerak. Ammo keyingi davrda ham aynan shu hududda yo'l transport hodisalari bilan bog'liq halokatlar yuz berishdan to'xtagani yo'q. Birgina dekabr oyining o'zida dastlab Moskva-Toshkent yo'nalishi bo'ylab harakatlanib ketayotgan avtobus avariyaga uchradi. Transportda O'zbekistonning 54 nafar fuqarosi bo'lgan. Oradan bir hafta o'tar-o'tmas boshqa bir avtobusning ariqqa ag'darilib ketishi oqibatida yo'lovchilardan 5 nafari, xususan 2 nafar o'zbekistonlik halok bo'ldi. 2024-yilning aprel oyida 8 kishi o'limiga sabab bo'lgan yo'l transport hodisasi ham aynan Aqto'be oblastida ro'y bergandi. Umuman olganda ushbu hududda o'zbekistonlik yo'lovchilar qatnashgan halokatlar muntazam ravishda takrorlanib kelyapti. Bunday qayg'uli holatlar ortida qanday sabab va omillar bor? Quyida ana shu savollarga javob izlashga harakat qilamiz.